bilan tanishinglar. Farishta janobi oliyalari shular bo'ladilar. Farishta shu bolalar. Nima qilyapman? Men hech narsa qilayotganim yo'q. To'g'ri, men o'z nomim bilan shaytonman. Shayton. Men insonlarga bu dunyoning rohatidan bahramand bo'lishga da'vat etaman. Ularga u dunyoning rohati nasib ekanlarini ularning onglariga singdiraman. To'g'ri, ular o'z aqllari bilan yetib borishadi. Men har yerda hozirman. Istasam xohlagan inson qiyofasiga kirish, a'mollariga ega bo'lgan maxluqman. Nimalar deyapsan? Akadegam? Seni bizga o'xshab farishta qilib yaratgan edi-ku. To'g'ri? Nima? Eshitmaganmi deyman? Otalaring. Eshitmasa, juda ham qiziq voqea bo'ldi. Tangri yer yuzini egasi qilib insonni yaratdi. Va barcha farishtalarga ular nima deydi? Izmida bo'lishni amr etdi, lekin faqat men unga qarshi chiqdim, chunki men shuncha sehr amallar sohibi bo'la turib, qandaydir ikki oyoqli jonzotlarga xizmat qilishni u dunyoda ham, bu dunyoda ham istamadim. Shunday qilib Tangriga osib bo'lib, iblislikni kasb qilib oldim o'z bo'ynimga. Afsus, seni sehr amali har qanday farishtadan ham kuchli. İsrail, Mikail, Jabroil, hatto Azroil farishtalar ham senga bas kela olmay qolishdi. Voy, bu o'zimga keltirib olding. Doim men taqosim. Bundan boshqa qiladigan ishing yo'qmi sen, ha? Men insonlarga xizmat qilish kafilini olganman. Va ularni har bir qilgan savob ishlarini Tangrimga yetkazaman. Biz farishtalar seni qanchalik yomon ko'rmaylik, insonlar uchun zarurliging bor. Ha, bor. Chunki sen inson iymonni sinovdan o'tkazuvchi vositasan, xolos. Shuning uchun ham egam seni qiyomatga qadar yo'q qilib yubormaydi. Barakalla. Bo'lmasam-chi, agar men bo'lmaganda bu inson deganlaring ham jannatni rasvoy raddi balo qilib yuborardi. Yaxshiyamki bu dunyoda sizlar yomon ko'rgan nima shayton bor ekan. Va bo'lmasa bu inson deganlaring shunday jannatni ham rasvoy jahon qilib yuborardi. Men senga aytib qo'yishim mumkin, bilasanmi? Bu insonlarning orasida tuzuro yo'q, hammasi iymonsiz, fosiq bandalar. To'g'ri, senga o'xshagan bitta yarimta farishta sifat kurmaylari chiqib qoladi, lekin qolganlarning hammasi iymonsiz, fosiq bandalar. Afsus, hozir yer yuzida seni shogirdlaring, izdoshlaring urchib ketibdi. Bularga qara. Bularga qara. Bularga rahming kelmaydimi? Egam aytgan oxiri zamon shu emasmi? Qiyomatga ham bir baxya qoldi desam ham adashmayman. Rozi bo'ladi bu to'g'ri. Bularning orasida menga ham dars beradiganlar juda ko'payib ketdi. Nimalar deyapsan inson? Yer yuzidagi buyuk mavjudot. Uning vazifasi foniy dunyoda vaqtincha yashab, yurtida yaxshilik, ezgulik urug'ini sochishi lozim. Abadiy umrini esa bu dunyoni jannatida o'tkazish kerak. Lekin oxirgi paytda odamlar juda ham o'zgarib ketishdi. Ha, barakalla. Qayerga qarama, aldoqchilik, firibgarlik, sudxo'rlik, hatto olim va fozillar ham o'z kasblarini tashlab bozorda oldi-sotdi qilishga majbur bo'lishyapti. Barakalla, mana endi o'zingga kelding. Quruq qoshiq og'iz yirtar deganlaridek. Quruq ilm ma'rifatdan nima naf? Quruq ma'naviyatdan nima naf? Quruq madaniyatdan nima naf? Hozirgi paytda bu dunyoda eng birinchi navbatda nafs degan ixtiyor. Mana shu olim va fozillarga qarata zamonani ozgani, ota-onangni o'zgani, zamonani ozgani, ota-onangni o'zgani degim keladi. Mana shunaqa teskari zamonni ko'rib turib, ko'nglim yariydi. Biram ko'nglim yariydi. Qani endi senga o'xshagan farishta sifat kurmaklar ham men tomonga o'tishsa, unda ularning hammasini orqamdan sudrab, jahannamga olib ketardi. Yo'q, inson tirik degani iymon, e'tiqod tirik degani sen aytganing hech qachon bo'lmaydi, yo'q. Bo'pti. Bo'lmasa bas boylashamiz. Istagan insoningni o'z zimmamga yurgiza olmasam. Xo'sh, gapir, nima eshitib qolding? Ha, shayton otama boshqa qo'yaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Juda ham yaxshi.
Biz bunday qilamiz. Mana shu ikkita xonadon oila a'zolarini o'z zimmamga yurgizaman. Istasam inson qiyofasida bularga ko'raman. Xohlasam hech kimga ko'rinmayman. Lekin maqsadimga erish uchun istagan ayranglar, istagan firibni qo'llayman. Kelishdingmi? Qo'lingni tasha. Bir gapi shaytonga qo'l berish qoldi. Mana qo'l. Yebomsan. Xo'sh. Qaytib qo'yay. Men ham qarab turmayman. Qo'limdan kelgancha insonlarga yordam berib turaman. Bo'pti. Kelishdik. Qani, boshla bo'lmasa. Boshla. Hozircha egam istasa istamasa bular mening izmimda bo'lishadi. Gap ko'paytirmay hunaringni boshla. Hozir mana ko'rasan, qarab tur. Lekin bular uchun bu oddiy qog'oz emas. Bu sen bilan bizga bu oddiy qog'oz, lekin bular uchun bu nimada? Bular uni otini ham bilishadi. Bu dollar. Ha, barakalla. Mana dollar. Dollar hozirgi paytda bu narsaga hamma narsani ayirbosh qilish mumkin. Qiyin demay. Bular uchun eng muqaddas bo'lgan vatanni ham, qavm qarindosh, yori birodar, do'st, ona, farzand, yer, suv hammasini g'ing demay mana shunga ayirbosh qilish mumkin. Chunki hozirgi paytda eng buyuk, eng kuchli narsa bu dollar. O'zlarini tilda senga o'xshagan farishta qilib ko'rsatsalar ham, lekin dillarida men endi qurganman. O'zing bilmaysan. Bo'lmay uyg'on. Uyg'on. Nimaga uxlamayapsiz? Qaydam alvoy joy tushlar ko'rib chiqdim. Yana qandaydir narsa tushimda tortqiladimi, bo'g'dimi? Ha, o'g'loy, yana ko'zimga juda ko'p pullar ko'rindi. Juda ham ko'p. Uyg'onaman deyman, hech uyg'onolmayman. Og'ir bir narsa ustimdan bosib turganday kuylaverdi. Ey, voy. Bandasi bo'lma. Uyg'on deb aytdim. Uyg'onib ketdim. O'ydoningizni bosib yotsangiz alaqlamaysiz. Yaxshi.
yaxshi. O'ng tomoningizda. Xo'p. Jinnimisiz? Yana bugun havo dim bo'ldimi, ha? Ha, juda odam uxlay olmayapti. Yaxshisi ko'chaga chiqib bir havo olib kelsammikan, xotin? Boring, aylanib kelib qoling. Bahonada ahli chelaklarni ham to'lib ketgan, to'kib kelasiz. Ola qoling. Voy, esing joyidami? Yarim tunda kim ahli to'kadi? Esi joyida odam tong otmay turib ko'cha aylanadi. Bilingi. Yaqin kunlardagi xarajatlarni o'ylasam, uyqu ham qochib ketyapti. Ko'ryapsanmi? Sehri amolimni kuchini. Tavba, meni qarindoshlarim to'y boshladi deguncha sizni up-upingiz ko'payadi. Berganda yoningizdan ketayotgani yo'q. Siz to'y qilganingizda ular ham to'yonani katta qilishgan. Bildingizmi? Yemoni qusmog'i ham bor. Qolaversa men bersang yeyman, ursang o'laman deydigan xotinlardan emasman. Sizdan ko'proq topsam topamanki, kam topmayman. To'g'ri. Hozir o'z zamon shunaqada xotin, xotin qo'sh ho'kiz degan gap borki, to'g'rimi? Ayva, ho'kiz qayoqda? Sizni bir ikki qilaman deb fil bo'lib ketdim, fil. Olmata ipodrom, Moskva ipodrom, Bishkek ipodrom. Bu yoqda o'g'lingiz uylanadi demaydi. Voy, polvon xotinimdan o'zim o'rgina. Hatto qo'yishsi uyi shu, mashina haydashim o'zingni ortmaydi. Qo'yman, choydan ichgin. O'lingi. Shu faqat bola tug'dirish qo'limdan kelmayapti xolos. Bo'ldi. Nima? Men senga nima? Nima gapiring? Gapiring, ichingizda qolib ketsin. Gapiring. Onasi, hozir Shaytonga qarab bering. janjaldan nima foyda? Ertalabdan odam jahlini chiqarmaydi unda. Ishlaymi-ne? O'lingi. Choy ham sovib qolganmi nima balo? Xudoga shukr qilishimiz kerak. Hech narsadan kamchilik joyimiz yo'q. El qatori. Endi qo'lingni ham, dumingni ham o'ynataver. Egamga shukr qilib senga xar berdilar-ku. Voy, shoshma. Ularni uyqudan qoldirganing qoldi. Shoshma. Hali shuncha amallarim bor. Bir yaxshiga boshqa o'rnak qo'yganlar ham bir-biriga dushman bo'lib qoladi. Shoshma, ko'ramiz. Ko'ramiz. Ha! Barakalla o'zligi. Ko'ramiz. bigoyim. Voy, Xudoyim. Xotin men ham quruq maoshga qanotlanib bo'lgan turganim shu ekan deb o'tirganim yo'q-ku. Mana katalakdek holda tovuq yetishtiraman deb o'ltirib yotibman-ku. Jo'jalarim, popuqmanmi jo'jalarim, non beraman, osh beraman, sizni katta qilaman. Ay mening jo'jalarim, popuqmanmi jo'jalarim, non beraman. 300 ta jo'jalarni 200 da sanaganda yanab, 250 tasi qolsa bormi xotinjon, hazillakam daromad bo'lmaydi-ku. Daromad olasiz. Ja bu ketishingizda daromad olishingizga ko'zim yetmay qoldi. Jo'jalari kuzda sanolmaysizmi deb qo'rqaman-da. Voy tavba, Nafisani mushiga o'lgur rosa o'rganadi jo'jalarga. Mushig emas, sirtlon deysiz, sirtlon. Jo'jalar yeb ketayotgan nafisalar mushiga emas. Menimcha tomatam yuradigan haligi yomon sifat mushiklar bo'lsa kerak. Shu Nafisani gapirdim deguncha yonini olasiz. Bilmasam bir gap aytmayman. Shoshmay turing, hozir. Chip, jo'jalarim, qatimonim jo'jalarim, harom qotgan jo'jalarim. Jo'ja tugul, tog'ingizni ham yeb ketyapti-yu. O'lingi. Bo'ldi, ezilmang. Mushu o'lgurni yo'qotish kerakmi deyman-da. Barakalla.
Qanday qilib? Otish kerak. Otish kerak. Otish kerak. Nima bilan? Miltiq bilan. Miltiq bilan. Miltiq bilan esing joyidami? Xo'sh, miltiqni qayerdan olamiz? Miltiqni topamiz. Miltiqni topamiz. Hozir yon daftarchada. Muhabbat. Muhabbatda miltiq bor edi. Barakalla. Bu yer shahar. Xotinjon, bu yer shahar, bu yer shahar. Miltiq otish mumkin emas. Miltiq bilan o'ynashaman deb qancha odam bir-birini otib qo'ygan eshitgansan-ku. Qolaversa, mushuk ham Xudoning maxluqi. Ha, aytishlaricha Muhammad alayhisalom bir kun o'tirganlarida mushuk kelib, u kishini to'nlarini etaklariga yotib uxlab qolibdi. Mushuk bezovta bo'lmasin deb payg'ambarimiz to'nlarini etagini kesib turib ketgan ekanlar. Eshitdingmi? Mushukni ham payg'ambarlar siylagan. Yaxshi ham mana sho'r peshonangizga men bitganim. Bo'lmasa 2 dunyoda kosangiz oqarmas edi. Tavba. Er degan jonivor xotinni aytganini qilsa-da, kechagina kommunistman deb ko'kragingizga urib yurgan odam, endi bugun zamonani zayli bilan payg'ambarlarni eslab qoldingizmi? O'sha Muhammad payg'ambarimizni ham 3 ta xotinlari bo'lgan ekan. 4 ta. 3 ta. Hop. Shularmini. Shunday oliyjanob odam ham xotinlarini kirlarini yuvib, sigirlarini sog'ib berar ekanlar. Siz eski tuzumda nima deb yurdingiz? Payg'ambar aytgan, erlar xotinlarini urish kerak degan deb safsata tarqatib yurdingiz. Bo'lganda aytganimni qiling. Dadam rahmatli erkak kishining boshiga biror ish tushsa, albatta avval xotindan maslahat olib, keyin uni aksini qilsa, har qanday chigal ish to'g'ri hal bo'ladi deganlar. Yo'q dedim, yo'q. Kesaydan olov chiqqan deb sizdan ham shunaqa gaplar chiqyaptimi? Ya undan ko'ra jo'jalaringizni o'ylasangiz-chi, jo'jalaringizni. Miltiqni qayerdan topamiz, ya? Men topaman dedim-ku, inson. Mana miltiq. Yo'q, qayerdan paydo bo'ldi? Nima ishingiz bor, qayerdan paydo bo'lgani bilan oling, Bola oting. xotin bu palakatga tegmayli, qo'shnilarga zarar yetkazib yaxshi emas. Qo'shnilarimni baqlasan o'ylab, jo'jalaringni o'ylasan-chi. Buni o'ylab qaraganda sen haq ko'rinasan. Yo'q, mushuk boqqandan keyin qo'shnilarga zarar kunandalik qilib qo'yasanlarmi? Barakalla. Bormisiz? Zarar kunandalik ham gapmi? Talonchilik deyaverasiz. Ana mushuk. Ana qulay joyda turibdi, oching. Oting. Voy tavba, otang. O'g'losh. O'zing amalga xotin. Erkak bo'lmay o'ylinga. Erga ham uyolchiganmanda qanaqa qilib o'tadi? Jahling chiqmasin, xotin jahling chiqmasin. O'zing shunaqa qilsa yaxshi ko'rasan. Qanaqa qilib o'tadi? Ha, haligi miltiqning uchidagi qora nuqta mushka deyiladi. Mana shu mushkani mushukka to'g'rilab, tepkisini bossangiz, vassalom, bir jonni bejon qilasan. Otilmayapti. Pridahran etilda oling. Ana mushuk ham hayvonni qilib qo'yapti. Voy, Marvo! Dadasi? Qobil aka? Tirikmisiz? Voy. Tegdimi? Kimga? Yo, o'ling. Kimga demang, nimaga deng? Qo'rqib ketyapman. Nima ish qilib qo'ydik? Nima ish qilib qo'ydik emas, nima qilib qo'ydim de. Qichqirgan menimcha Nafisa edi. O'q devorni teshib o'tib Nafisaga tekkan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin. Voy, qanaqa tovushlar eshitildi? Mushuk miyovladi. Keyin kimdir qichqirdimi? Nimadir qichqirdi? Voydot dedi. O'q devorni teshib o'tib Nafisaga tekkan bo'lishi mumkin. Xudo ko'rsatmasin. Otib qo'ygan bo'lsang-a, hammasi tamom. Dadajonisi, jon dadasi. Agar biror hol ro'y bergan bo'lsa, miltiqni men otdim deb ayting. Men bu ishga qo'ying. To'xta! Qo'ying buni o'zimga. Endi nima deyapsan-ya? Birovni go'riga birov tushadigan hozir zamon emas. Nima? Sen ishim men javobgar bo'lamanmi? Mushukni ochish fikri sendan chiqdimi? Sendan chiqdi. Miltiqni sen olib chiqdingmi? Sen olib chiqding. Otgan ham sen. Endi hammasiga o'zing javob bersan. Bor. Voy, dadajonisi, siz ham hayotda bir marta
Ozgina xotiningizni himoya qiling. Bilmasdan otib qo'ydim-ku jon dadasi. Bilmasdan otib qo'ydim. Yig'ini boshqa. O'g'illar. O'g'illar. Men o'zim bir razvedkaga borib kelay. Boring. Boring. Otib qo'ydimmi? Tegibdimi? Otib qo'ydimmi? Otib qo'ydim. Hech kim ko'rinmaydi. O'ylang. Voy, qo'rqib ketdim. O'takam yorilib ketdi. Qo'rqib ketsin. Dadasi. Nima hodisa ro'y bergan ekan, ha? Ay qarang. Voy dod deb qichqirgach, arvoh deb ham baqirdik-ku, ha? O'q yegan odam arvoh deb qichqira oladimi? Yo'q. Yaxshi. Ye. Menimcha Nafisa o'q bilan mushugi tovushidan qo'rqib ketib arvoh deb qichqirib yuborgan bo'lsa kerak. To'g'ri aytsan. To'g'ri aytsan, biror kor hol bo'lganda hozir ularni hovlisida qiyomat qilgan bo'lardi, ha? U ham nima qilardi? Devor orqasiga yurishib yurib. O'ylang. Ular hojatxonasi shu yoqda, o'shanga chiqqandir-da. Yep, hojatga chiqmay o'lsin. Ay qarang. Balki bu rostdan ham arvoh bo'lsa-chi. Qaydam. Allohning qudrati o'zidan boshqa kim bilsin? Doim mana shunaqa. Allohning qudrati o'zidan boshqa kim bilsin? Shayton aybdor, yemagan somsonga doim mana shunaqa kaltayib yuraman. Ajab bo'pti. Ha? Dadasi. Siz Xudoga ishonasizmi? Alhamdulillah. Musulmonman. O'zingchi? Men shu boshimga bir kulfat tushib qolsa darrov Xudoni eslayman-u. Kulfatdan ariganimdan keyin yodimdan chiqib ketadi-da. Ha. Ba'zida men ham shuni o'ylab qolaman. Balki insonlarning boshiga tushadigan ko'rgilik mana shu xudosizlikning mevasi emasmikan, ha? Bir yelkada farishta, bir yelkada shayton. Shayton. Tepangda turibman-ku. Turadi deganlari haqiqat bo'lsa-chi? Ana, bo'ldi endi. Hech narsa bo'lmagandek borib joylaringga yotaring, borlaring. Yo'q. Menimcha hozir hech narsa bo'lmagandek yaxshisi yotaylik. Baraka. Voy, aqlingizga qoyil. Ertalab tong otmasdan burun bildirdi u yoqqa qovar yashish kerak. Mashina qani? Ha, ukang yana mashinani minib ketibdi-da, ha? Hozir bizga mashina zarur bo'lganda mashina endi yo'q. Qarabang. Ha? Bitta ukam pochchasining mashinasini minsa minibdi. Ha? Nima qilibdi? Osmon uzilib yerga tushibdi. Siz opasini minib yuribsiz-ku. Mana. Bada. Kuysa bo'lmay o'lgan. Yot. Bilinki. Sen mırdonu kucağına yot. Ha. Bildirdi. Şöyle yatamız. Voy, o'ling. Ne bari? Kechasidan uyqu bermadingiz, ha? Voy, tavba. Voy, jonim. Voy, Nafisa, ha? O'zingizmi? Ha, o'zimman. O'zim bo'lmay, nima, boshqada bo'ladimi? Uydamidi? Uyda bo'lmay, lahatda bo'laymi? Voy, Xudo saqlasin, qo'shnijon. Bevaqt lahatga tushishdan Xudoni o'zi
Yo'q, o'q yuzimga tekkanda hozir loyilaxon eding, janazamda o'tirgan bo'lardingiz. Yo yo'qchiga qarashayotgan bo'lardingiz. Voy, hay o'g'lay. Tortvoy. O'g'lay. Voy, tavba qiling. Odamni ko'p qo'rqitmang, jon qo'shni. Ayting, yuzingizga nima bo'ldi o'zi? Dard bo'ldi. Ajal bo'ldi. Go'yo hech narsani bilmaysiz-a? Yo'q. Hech narsadan xabaringiz yo'q-a? Tahorat o'shadaman. Tahorat o'shadaman deb tashqariga chiqqan edim. Devor tagiga yetganimni bilamanmi? Bang etib o'q otdilar. O'q ovozidan sapchigan mushuk sakrab otani. Voy. Ustimga, yuzimga rasm chizib ketsa bo'ladimi? Mana. Voy qo'shni. Miltiq o'lgurri ichi kir bo'lib ketgan ekan. O'shanga Qobil aka bitta o'q otib miltig'i ichini temirini tozalab oldilar. Men haligi stolni tozalamoqchi edim. Stolni tozalash uchun mushuk otdilar. Odaga qara. Agar yuzim chandoq qolsa yuzimdan mendan ko'radiganlaringiz qo'shni, yuzingizga salgina tilingan ekan. Menda juda yaxshi kremlar bor, beraman. Surkaysiz hech narsa ko'rmagan. Gaziya qolmasin deb ertalabgacha qilmagan dorim qolmadi. Hammasini sho'r paxtasini ham bosdim. Sidi bosdingmi? Uni ham bosdim, lekin foydasi bergan yo'q. Men qara o'g'loy, bitimdan buzilaman-ku, chandoq qolib ketsa qara. Nafisaxon, ko'p siqilavermang. Xudo xohlasa betingizdan buzilmaysiz. Mabodo betingizdan buzilsangiz ham xavotir olmang. Hozirgi kosmetolog olimlar g'adir-budur cho'tir yuzni ham to'lin oyda qilib Voy, qo'yishyapti. nimasini aytasiz? Aqlligina 18 yashar qiznikidek qilib qo'yishadi-da, qo'shni. Ular nima qilishadi? 18 yasharligini shilib olib, manikiga yopishtirib qo'yishadi. Voy. Hozirgi zamonni kosmetologlar nima deyapsiz? Oq tanlini qora tanli, qora tanlini oq tanli, ayolni erkak, erkakni ulgurni ayol qilib qaytadan yaratib tashlashyapti, qo'shni. Voy. Yerimdagi gandaylarim yetmasmidi. Endi shu qo'limda yopishtirmagan. Hali shoshmay turlar. Qalay bo'ladi ekan? Yaxshi. Badan. Mana endi mendan ko'rasizlar. Birinchidan mahallaga chiqaman. Ikkinchidan militsiyaga boraman. Til faqat sizda bormi? Sirtlovdan keladigan mushugingiz bor. Jo'jalarimizni bosmachiday qiladi yo'q. O'tiring. O'rtadagi devorga tandir o'rnatdilaring. Nonni siz yeysiz, tutunni biz hidlaymiz. Bizdan so'ramasdan devor yarmigacha imorat soldinglar. Hovlimizga tangaday kun tushmay qoldi. Qo'y, qo'shnichilik, miyilchilik deb indamadik. Bitta mushugini deb shuncha joyga shikoyat qiladimi? Shikoyat qilsalaman. Aliza yozalaman. Senlarning dodingni militsiya bersin. Unaqami? Unaqa. Senlar bilan qo'shni bo'lgandan ko'ra, anu hayvon bilan qo'shni bo'lgan yaxshi. Ularni sassiq ichsa ham senlarga o'xshab asal buzmaydi. Uy plani. Devor olayotgan vaqtingizda bizni haqqimizdan 20 santimetr siz tomonga o'tib ketgan. O'tiring. Bittadan odam chaqirtirib, devorga qo'shib, imoratni ham surdirib tashalasam, mana men ham yurgan ekanman. Yo'q, arslon izidan. O'g'lan so'zdan qaytmaydi. Shay. Ana. Chakakini o'char ekan-ku axiri. Yevazing o'chsin, Qo'shni bo'lgan. Noinsof qildinglar-ya, noinsoflik qildinglar. O'g'lay, sal ham peshgarlik, ham g'arlik qilib yormadingmi, xotin? Nafisa bechora nima bo'lsa ham tunda bizni deb jabr tortdi. Shuncha yil ahil yashab, endi ikki yon qo'shni bir-birimizdan yovlashamizmi, xotin? Meni bularga dushmanlik qilish niyatim yo'q, ko'ryapsiz-ku o'zini. G'azabotiga minvoga. O'linga tarafkashlik qilmang.
Tavba. Ya hammasi ham mayli-ya. Nimaga sizni tizzangizga o'tiradi? Men o'tiryapmanmi? Mana u miltiq o'lgurri. Hojatxonaga tashlab Surat! Surat! O'g'lim! Turmaysanmi o'g'lim, turmaysanmi? Kechga ishdan bolam. Tez bo'l. Oyi, choy tayyor bo'ldimi? Tayyor. G'aflat bosib yotmasdan vaqtliroq tursak bo'lmaydimi? Choy tayyormi? Tayyor. Voy. Ha, oyi. O'tara. Qilyapti-yu. Choydan quying. Negadir kayfiyatinglar yo'q. Xuddi uyqudan qolgan odamga o'xshaysizlar. Endi bu dunyoda bizning o'g'limiz uylanarmikin, yo uylanmasdan shundoq o'tib ketarmikin deb o'ylab, dadam bilan ikkovimiz uxlamay chiqyapmiz-da. Xudo xolasa uylanarman, oyi, shunga shunchami? Qachon? Ha? Sen tengi mahallada yigit qolmadi hisob. O'g'lingiz bo'lsa hali ham o'zini yosh bola fahmlaydi. Oyi, hech bo'lmasa nonushta paytida shu muzika chalmang. Xudo xolasa uylanarman. Siz ham gapiring. Qo'yver, xotin o'g'lingni o'zi biladi. Gapiring. To'g'rida o'g'lim yoki uylanishga uylanadigan biror aybingiz bormi? Dadang gaplarni eshityapsanmi? Eshityapsanmi dadang gaplarini? Ha? Choy ho'plamasdan javob ber. Qachon uylanasan? Qachon? Hozir. Hech bo'lsa choyimni ichib oling. Men sen bilan hazillashayotganim yo'q bola. Voy ota bola bir bo'lib bozordan ham qoldirdilaring-a. Sen bilan hali alohida gaplashaman. Uylarni nima qilasan? Mazayni qilib yuraverasan-chi. Surat, men sendek paytimda meni tezroq uylantirib qo'yishsinchi, uylantirishsin deb nuqul Samarqandga deb yurardim. Mana oxiri dadam onaydek noz-niholga uylantirib qo'ydi. Tushundingmi? Mana 25 yildan beri Xudoga shukr, mana shu xonadonda ikkov bo'lib yashab yuribmiz. Dada, hozir Samor karnay tepadigan, qolaversa kavushichiga sabit qilgan zamonlar o'tib ketgan. Xotin oladigan bo'lsam, o'zim aytaman, uylanaman deb. Esingizdan oyi bir qizni topgandim. U menga juda ham yoquvdi. Uni yana o'zingiz yo'q qildingiz. Voy yoqmay ketsin-a, deding qursin seni. Shuncha qizni ichidan kelib tanlaganing o'sha bo'ldimi? Surishtirsam millatini tayini yo'q. Farosatingga balli. Oyi, sizga nima desam ko'nglingiz joyiga tushadi? Uylanaman, oyijon. Uylanaman. Faqat siz topgan qizga uylanaman deb bir og'iz aytsa, ko'nglim joyiga tushadi. Xo'p, oyijon. Uylanaman. Faqat siz topgan qizga uylanaman. Negirgami, chulchitgami, menga baribir. Yo'qsa nima oyijon? Hazil qilmay uyingga bug'doy to'lgur. Ko'rmaysizmi gapini? Endi gapni ko'paytirma o'g'lim. Senga ko'rsataman deb juda ko'p qizlarni topib qo'yganman. Hammasi ham tagli, tugli, zoti nasabi toza odamlarning qizi. Spiskam bor. Yo'q. Olib chiqaymi? Hozir tanlaymiz. Olib chiqing. Uylanadigan bo'lsang ham otasiz o'rniga uylan, baquvvatiga uylan. Ha? Badavlat bo'lsin, yoki o'zini mafiya bo'lsin, aqzona qinshoq bo'lsa ham bo'laveradi. Oyi, shart shuki, topgan qizingizning otasi biron bir amaldor bo'lsin yoki puldor bo'lsin. Qizi dovdir bo'lsa ham uylanaveraman, to'g'rimadi? Nimalar deyapti o'g'ling, nimalar deyapti? Nima deding? Nima deganing? Sen kimga tortding bola? Kimga tortding? Sen nomuqsiz sigir ustiga buzoqqa o'xshamaydi. Bo'ldi. Nima endi? Yana nima? Onangni chizig'idan chiqib ko'rchi uylanguncha. Nima qilar ekanman seni? Mana deding. Men chizgan chiziqdan chetga chiqmasdan kam bo'lganlari yo'q. Sen tek tur, erkaklar gapiga aralashma. Voy erkak. Yo'q, mana nima deyapti? Men aytib ketdim. Oyi, dada, oyi. Men hazillashdim. Men hali beri uylanmayman. Hazil. Nimaga uylanmaysan? Nimaga uylanmaysan? Qo'ng'iroq. Bola, sen bilan boshqacha gaplashaman bugun. Xo'p. Gaplashib oling. Alo? Men? Menga qarang. Telefoningizga qanaqa qarayman?
Ha? Ha, xo'p. Hozir yarim soatda ishga ketib boraman, xo'p. Boshga kechib ketdi. Oyi, men kechroq kelaman, xavotir olmang. Mana ipodromda bosh pattachini qizi 18 yoshda. Qani o'g'lingiz? Ketdi, ha, o'g'lim. Hozir miyamgacha bir yaxshi aqlli fikr keldi. Shu miyaga? Nima qilasan? Qanaqa fikr? Shu issig'ida qo'shnilarni chaqirib yarashib olsak, nima deysan? Ha? Bo'lmayaptimi? Vijdoningiz qiynalib ketyaptimi? Ha, bo'pti. Chiroyli qilib devziradan bitta osh damlang. Jazasi bitta oshda. Yarashamiz qo'yamiz. Hoppala. Yig'ishtiring. Hop. G'alamislik qila ahvolingdan hech vaqo kelmading. Esingdami egam, sen bilan meni yaratgach, odam ato va momoxonani keltirdi. So'ngra ularni biz bilan birga jannatga kiritdi. Esingdami? Ana o'shandan keyin o'ylab qoldim. Inson mana shu mahtobon jannatga loyiqmikan? Undan keyin uni har xil sinovlardan o'tkaza boshladim. Natijasi o'ylaganimdan ham ziyoda bo'ldi. Dunyodagi barcha qusurlarning boshi inson ekan. Keyin bir narsa meni xayolimdan chiqmayapti. Nega endi Tangri taolo faqat insongagina aql bergan? Axir boshqa maxluqlar ham uning bandasi-ku. Xo'sh, insonga berilgan mana shu benazir aql bilan u nima karomat ko'rsatyapti? Mol davlat, shon shuhrat, pul, martaba deb dunyodagi eng buyuk narsalardan voz kechyapti. Axir bunday narsalarga aqlsiz maxluq qodir emas. Urushlar, qirg'inlar, qatag'onlar, shahvoniy his deb qotillik qilish faqat insonga xos. Bunday narsalarni maxluq hech qachon qilmaydi. Ana shundan keyin Tangriga osiy bo'ldim va o'zimni haqligimni isbot qilaman. Inkor etmayman. To'g'ri, ba'zi bir insonlar qiyofasida seni uchrataman. Lekin bilki, o'zi och bo'lsa ham, o'zgani to'yg'izadigan, o'zi yuput bo'lsa ham, o'zgani kiyg'izadigan, o'zgaga jon ato etadigan mana shular. Men uchun insondan qimmatli tushuncha yo'q. Chunki u o'zida butun ezgulik olamini olib yuruvchi go'zallik javohiridir. Inson bu adolat. Inson bu qabohat. Inson bu saxovat. Inson bu razolat. Mehr muhabbat va oliyjanoblik kabi tuyg'ular faqat insonga xosdir. Dunyo bezagi inson, u insonlarga shodlik ato etish uchun ham odam bo'lib tug'iladi. Xo'sh, davom et. Sen bu bahsni yutqazding. Endi ket. Shoshma. Iltimos qilaman sendan. Menga yana bir marta izn ber. Ruxsat ber menga. Mayli, ko'r. Men baribir odamlarga ishonaman. Rahmat senga. Mana shu ikki qo'shnini ichak chavag'i bilan o'z zimmamga yurk solaman. Aleyküm assalom, voy boshim. Ha, Ergash Samopalchi. Kecha yana turfda aroq qo'yibdi-yu, ha. Ha, Ergash. Necha martaga bilaman unga. Ay, yaramas Ergash. Xonim, namuncha ertalabdan turib pardoz qilmasangiz, ha? Voy, puting. Ya? Kim
seni bunaqa chiroyli qilib qo'ydi? Ha? Chiroyli qilish faqat siz emas, Qobil kabi qo'llardan ham kelar ekan. Nima demoqchisan? Voy onangni. Voy onangni Endi yerga. men so'kat yuzim achishib turibdi-yu, yana so'kasi rahim shafqat qilishdi. Voy. Gapir nima bo'ldi? Uxlasangiz kesib ketsa bilmasdan uxlaysiz. Tahorat olaman deb tashqariga chiqqan edim. Devor tagiga yetganimni bilamanmi, bir narsa bang'illadi. Bang'illagan ovozdan mushuk sarchib ustimga sakrab qolsa bo'ladimi? Voy, o'sha ahvolda bir ahvolimni ko'rsangiz, yuragim shirr etib ketib qoldi. Tovumiya. Hechasi tushunmadim mana. Tushuntiribroq gapir. Sarosimida mana o'sha paytda men qayoqdan bilaman? Keyin bundoq o'ylab qarasam, mana bu yer-yur qo'shnilar mushuk otmoqchi bo'lishgan. Undan keyin tahorat olaman deb tashqariga chiqqan paytimda devor tagiga yetgan edim. O'sha devor tagiga yetganimda bang'illatib o'q otishgan, o'q ovozidan sapchigan mushuk meni yuzimga sakrab qolgan. Shunda sakrab chin-parchin qilib yuzimga rasm chizib ketsa bo'ladimi? Har holda qulatdimi? Nimani? Mushukni-da. Qulatdimi yo'qmi sizga nima? Qaydagi meni chin-parchin qilib yiqitib ketdi. Voy. Qara. Nega mushukni otishibdi, ha? Qayoqdan bilaman? Jo'ja boqmang, jo'jalarga qarab qolsin. Qobil tushay etyatuvdi-ya. Mushuk jo'jalarni qo'ymayapti. Sana kerak yarim kechasi tahorat qilasanmi, xotin? Nima qilay? Kechasi uyqu bermasangiz? Darvoqe. Rostdan multo shularning uyidan otildimi? O'shalarning uyidan dakazat qilib beraman. Qaynoqay multoni o'g'loy otgan bo'lsa kerak. Kim biladi? Qobil turshayni multo ushlashiga hech ko'zim yetmaydi. Doim uyqudan qolgan odamday mudrab, sudralib yuradi. Lekin o'g'loy. Xotinlarni erkagi. O'g'loy. Voy, hazır bo'ling. Senga bir gap aytaymi? Ayting. Xafa bo'lmaysanmi? Shu o'g'loy aslida men bopdi. Men bop xotinni. Agar eri bo'lmaganida uni o'zim xotin qilardim. Hozir ham roziman. Eridan ajrab olib uylanavering. Keyin yurasiz u xotinlarning erkagi, siz erkaklarning xotini bo'lasiz. Nima degani bu? Ya. Hazırlayan tushunmaylarmi? Ha? Voy, nozikginam. Mittiginam. Miniatyurniginam. Men qara, sendan boshqasini boshimga uramanmi nozigim? Sendek ismi jismiga monand, nafis, beozor xotin dunyoda yagona-ku. O'zi bugun choy ichamizmi yoki Didyoyingga qorin to'yg'izasanmi? Hozir? Olib kel. Botir. Olib ket. Orqara. Oldira. Hamda bura. Olib ket. Choy ichmay oxirab qolishuncha. Lamay. Voy, hozir olib kelaman. Olib ket. Botir. Keling. Botir, choydan qo'y. Voy, hozir de, adajonisi. Voy, o'rgilib ketaysiz-da. Voy, boringizga shukr, boringizga shukr. Voy, adajonisi. Shu o'g'lan ikkalamizni bitta o'xshash tomonimiz bor. O'xshashli tomoninglar bor. Voy. Qanaqa o'xshashli tomoningiz ekan? Qanaqa o'xshashli ekan? Endi aytdim qo'ydim-da. Bir gapni boshladingmi?
oxirigacha chaynalmay ayt qanaqa o'xshashlik. Ha endi o'g'lon ikkalamiz ayol boshimiz bilan ro'zg'or qilamiz, to'g'rimi? Endi Nima? yo'q. 1-2 yildan beri chet eldan latta pitta keltirib sotayotganingga darrov ro'zg'or qilayotganga chiqib qoldingmi? Ha? Bir tomoni zamon xotin xalajji zamoni bo'lib qoldi-da. Savdo, sotuv degan biznesni sallaga chiqargan. To'g'rimi gapim? Ko'ppa to'g'ri jonisi. Zamon bizsiz zamon. Bo'lmasam saril ketdimi? Kamida 50-60 kilo keladigan chamadonlarni u yurtdan bu yurtga tashmalab, chet eldan mol tashmalab zaril ketdimi? Zarildi. Chunki erkaklarimiz choyxonada o'tirib, qornini qashlashdan boshqa narsaga yaramay qolishdi. Nega u yurtdan bu yurtga halagani itidek lo'killagani menga ma'lum. Sen ayol zoti tak tugin bilan mol parastsanlar. Latta putta desa samolyotdan o'zlaringni parashutsiz tashlab yuborasanlar. Bormi? Mana amerikalik ayollarni olaylik. Ben taklif qilayotganda choy ichma, qo'y keladi. Og'zini nonni qo'yib qo'y. Chaynama. Choy ichma. Amerikalik ayollarni olaylik. Bitta shimmi yillar. Choy ichma. Rangi oqarib ketsa ham kiyib yuraverar ekan. Shuning uchun ularni iqtisodini o'zaydi. Chaynalma. Bizdachi haliyam qiz uzatsa 30-40 boshoyoq kiyim qilinadi. O'rdaga manaman degan millioner ham har bitta farzandiga shunaqa sarpo qilib ko'rsinchi, har bitta o'g'liga 2 martadan to'y qilib, sunnat to'yi, nikoh to'yi 800-900 odamga osh yedirsinchi, xonavayron bo'ladi. Qarang. Ana shular haqida choyxonada ulfatlarim bilan gaplashib o'tirib, siqilib ketaman. Adajonisi, siz bekorchilarga ham ja qiyin. Butun dunyoni tashli sizlarni boshingizda-ya. Men bekorchi emasman, xotin. Endi maosh oltiraman ozgina bo'lsa ham. Optirasiz. To'g'ri, hozir bekorchi vaqtim sal ko'proq. Endi bekorchi vaqtim ko'payganda senga o'xshab bo'shchini moksiday chet el lo'killimi? Sana nimaga gapirdi? Nimaga gapirdi? Adajonisi! Chet eldan latta kelmay qolmasang. Ochindan bo'lasan. Adajonisi! Odamlar firmalar ochishyapti. Korxonalar ochishyapti. Fermerlik qilishyapti. Dalada hosil yetishtirishyapti. Ana. Marhamat. Adajonisi! Shu ishlarni o'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi? Men nima? Dalaga chiqib ketmon chopaymi? Yoki qirga chiqib mol boqaymi? Yo traktor haydaymi? Yoki siz aytgandek haligi firma ochaman deb idora. Yupqa ko'ynalar, tar ko'ynalar kiyadi. Dik. Yurishim kerakmi? Yo'q, o'zingiz ham yaxshi yashashni yaxshi ko'rasiz. Qo'sh qavatli imorat qursam deysiz. Bolalarimni chet elda o'qitsam deysiz. Jon adajonisi. Shunga yarasha ish qiling deb. Men ham o'ylab qo'ygan rejalarim, ideyalarim bor-ku. Miyamga shunaqangi fikrlar, rejalar keladiki, amalga oshsa bormi? Seni burun yiqqaningni bittada topaman, bittada. Voy adajonisi, unaqa ko'knari xayol bo'lib osmonlarda uchib yurmay aylanib keting. Voy o'rgilib keting sizdan adajonisi. Agar bir kunda pul topaman desangiz-chi, bozorga chiqib, bosh arava desam, falon pul topishingiz mumkin adajonisi. Voy ko'taringizdan aylaning. Bozorga chiqib, bosh arava? Diplomli bo'la turib, bozorga chiqib, bosh arava. Ha, meni ham diplomim bor, savdogarchilik bilan shug'ullanyapman-ku. Hozir kamdan kam odam o'z diplomi bilan band, bildingizmi? Undan keyin hozir diplom qog'oz qilib ishlatishga ham yaramay qoldi. Mana, Qobil akamlar. Voy shilarchalik yo'qmisiz? Yaqinda jo'jani foydasini oladilar. Hop! Shu Qobil shep bunga meni teng qilyapsanmi? Yo'q. Hech qachon bitta ishni deplab oxirigacha yetkaza olmagan. Voy, Voy nima narx ko'rmadi ber aka.
gap gapirayotganimda. Nimalar qilib ko'rmadi? Voy. Gilos ekib ko'rdi. Ipak quritib boqib ko'rdi. Teplitsa, issiqxona qilib ko'rdi. Voy, issiqxonada nimalar yetishtirmadi? Voy, limonariy, mandarinzor, ko'kat, zelen, bodring, pomidor, gulchilik. Eplarmadi. Eplamaydi. Oxiri qo'yxonani, issiqxonani qo'yxonaga aylantirdi. Yana otasi zavatiylik bo'lib o'tgan. Qo'ylarni eplab ko'paytirar desam qayoqda? O'zim eplab. Hamma qo'ylari harom bo'lay dedi. Har safar noshud qobilni qo'ylari xirillab qolganda, o'g'loy qo'ylarni bo'g'ziga pichoq tortishga ulgurib turdi. Endi jo'jalarga o'tdilarmi? Qarang. Jo'jalarga o'tdilarmi? Hali, tijorat bugunlar ko'p qolar. Adajonisi. Eplaganga chiqargan. Bu ham yuqtirganga yo'qadi. Qilma 50 gram oling adasi. Eshik ochiq kiravering. Kiravering, meva. Amin. Allahu akbar. Boltayev ko'cha 3-uy shumi? Ha? Nima edi? Men elchixonadan keldim. Ha? Menga Boltayev ko'cha 3-da turuvchi Shodiyev Soqvoy Boqiyevich kerak edi. Voy. Agar elchixonadan bo'lsangiz, chet elmi? Mana emas. Turmush o'rtog'im yuradi. Menga sizni turmush o'rtog'ingiz emas, siz kerak. Men qo'rqmanglar, men umuman boshqa masala yuzasidan. boshqa. Nima masala yuzasidan? Bu Soqvoy aka, Nima? sizni chet elda, xususan Saudiya Arabistonda biron bir yashayotgan qarindoshingiz bormi? Yo'q, nima edi? Yo'q. Nahotki? Yo'q. Telefon oling. Chet elda qarindosh yo'q, ha? Qog'oz olib keling. Qanaqa qog'oz? Qog'oz ham bormi? Mana, Ha? Boltayev ko'cha 3-da turuvchi Shodiyev Soqvoy Boqiyevichning chet elda qarindoshi bor ekan. Bormi? Qarindoshingiz? Bo'lishi mumkin emas. Axir bu yerda yozib qo'yibdi-ku. Bo'lishi mumkin emas. Mana rahmatli odamlar 50 kommunist bo'lganlar. Adamasi ham kommunist bo'lgan. Buasi ham kommunist bo'lgan. Bosmachilarga qarshi. Voy. Bosmachilar bilan birga ozodlik uchun jang qilganlar, to'g'rimi? Tavba, mazmun tutasiz, birodar. Siz bu yerga yanglishib ketsiz. Bizni urug'larda, qarindoshlarda vatan qurishlar bo'lmagan. Mazmun tutasiz. Yo'q, darrov bu tomondan qarindoshlarni topib qo'yishadi-ya. Bu Boltayev ko'cha 3-uy shumi. Shu lekin chet elda hech qanday qarindoshimiz yo'q. Yo'q qarindosh. Hech qanday qarindoshi yo'q. Adajonisi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bitta yerda qarindoshimiz o'sha tomonda qolib ketgandir. Yo'q qarindosh. Man ko'zlarini bu yerda tutingan qarindoshlari bordir. Tutingan akajonlar. Tutingan ukajonlar. Ana men eriga dadasi men chet elga tijoratga ketdim deb bu yerdagi xorijiy erkaklar bilan boshqacha tijorat qilgan ayollar yo'qmi? Balki sizni bu yerdagi tutingan akajoningiz, meni ismim Sharifimni parol qilib, niqob qilib, siz bilan yana uchrashish haqida signal beryapgandir. Voy! Yoshida rashqimni o'ling xudoya. Meni o'zingizga o'xshatmang. Menga nima qildi? 27 yil oldin bitta Manpazixonga, Bonuxonga aralashib qolgansiz-ku, ha?
yoshligida bir albatta bo'lsa ham bilar bilmas shaytonning ishini qilib qo'yar ekan birodar. Mendan xotirjam bo'la qoling. Men hatto uxlab tushimda ham shaytonning ishini qilgan emasman. Shu yoshimgacha bitta begona erkak qo'limdan mashina olib, kechirasiz, ushlagan emas, bildingizmi? Ushlagan emas, ushlagan emas. Men bu yerdan keta qolay. Men bu yerga adashib kelib qolman. Voy birodar. Adashgansiz. Bunaqa ishlarda boshqa adash. Birodar, iltimos, sal qoldi. Adashib ketdim. Rangi menga yoqmadi. Turqi, Aymalaka, sovuqcha. o'zi nima masalada keluvdingiz? Bilasizmi, o'sha odam vasiyatnoma qoldiribdi. O'sha odamning vasiyatiga ko'ra meros mana shu Boltay ko'cha 3-uyda turuvchi Shodiy Soqoy boquvchi tegishli ekan. Voy, meros! Meros! Voy! Qarindoshimiz bor! Qarindoshimiz bir peli choy ichsangiz bo'lmaydimi hech bo'lmasa? Bir peli choy ichdingizmi? Nima degan gap? O'ylab olishga ham qo'ymaysiz. Voy, tavba. O'ylab olishga bo'lmasa ketib qolyapsiz. Qanaqa gapirishga qo'ymaysiz. Qanaqa o'tiring, mana o'tiring. O'tiring. O'ylab olishga ham qo'ymaysiz. Qanaqasiz o'zi? Hozir o'zingiz aytdingiz-ku. Chet elda qarindoshim yo'q deb-da. Endi to'satdan kelib chet elda qarindoshing bormi deb so'rasalar, ko'ngilga har xil fikrlar kelar ekan. O'zim totig'i bilan, birodar, chet elda meros qoldiradigan qarindoshingiz bormi deb so'raymisiz? Birodar, chet elda meros qoldiradigan qarindoshingiz bormi? Ama qadrlashtirib sanab tashlamaymanmi hamma Bularnikdan. Adasini urug'i juda ko'p. Adasini urug'idan ham bizni urug' ko'p yo tomonida. Arabistondagi ayniqsangi. Chunki men xo'ja avlodidanman. Bilasiz, arablar... Voy, Aslzodaga o'xshaysiz. Aslzodaga o'xshaysiz. voy, sizlar xo'ja bo'lsangiz kerak. Xo'jaga? Men xo'ja emasman. Yo'q, xo'ja. Xo'ja. Yo'q, men elchixonadan keldim. Mayli, baribir. Lekinchi ba'zi birlarcha aka ba'zi jinni xo'ja deyishadi xo'jalarni. Jinni xo'ja emas. Xo'jalar ozgina ustomonroq bo'lishadi, bildingizmi? Xo'ja jinni emas. Tamam o'rgandoshim. Men qarang birodar, bularning zotichi naq shaytonning urg'ochisi bo'ladi. Bunaqa. O'ta ham shayton, ha? Bunaqa. Nima bu shaytonning urg'ochisi ham bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bittasi yo'lingizda turibdi urg'ochisi. Birodar, bu gaplarni qo'yaylik. Menga qanaqa meros qolibdi, birodar? Avvalambor bir gap eshitdik. O'sha odam bandalikni bajo keltiribdi. Ha. Otam desam ozib so'rgani voy otam. Shidoniga to'ymagan voy otam. Oxiratlar obod, joylari jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Menga qancha qopti? Million. Usta, biroz. Milyon. Ey Allah. Bunaqa pulni hali qo'limga ushamagan edim. Milyon so'ma! Milyon so'm! So'mingiz nima degani? Million dollar. Xotining ketvordi. Iltimos, menga pasportingizni olib chiqing. Bo'ling.
Mana bu yoqda pasport. Pasport. Hozir pasport. Mana pasport. Mana pasport. Ben pasport topib qo'ying. Pasport. Kechirasiz, bu men kerak emas, pasportingizni bering. Yo'q, pasport bu so'yinchi. Yo'q, so'yinchining banki pasport kerak. Ha, pasport. 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 Mana pasport bo'ladi. Pasport. Mana olib qo'ying. So'yinchi. Yo'q, kerak emas menga. Rukan oling. Menga so'mkamni diplomatni olib chiqib bering. Diplomat? Ha. Bu diplomat. Diplomat olib chiq, xotin. Nimaga? Olib chiq. Toshkent shahar Sobir Rahimov rayoni 04/04/94-yil 04/11/96. O'zbek. Sa 06/48/76. Bu Men bunga o'zimni solib kelamanmi? Diplomat, yo'qmi? dollar solishgami? Ha, dollar solishga. Diplomat kinoda videoda diplomat olib yurishadi. Ha, okey, bo'tasiz. Hozir Bo'ladi. sizga dollarlarni olib kelaman. Olib keling. Tezda olib keling. Voy, uyda bo'lib turasiz. Mana almashtirib qo'y. Shuni o'zi ham bo'laveradi. Bilasanmi, bu haqiqatan ham chet davlatda sizlarga meros qoldiradigan qarindoshinglar bormi? Bor. Albatta. Nahotki yolg'on gapirsam, namozxon odamman. Namozxonsiz. Namozxon odamman. Senga ming marta aytganman. Avlodimga til tegizma deb. Ko'rdingmi avlodimda kimlar o'tgan ekan? Voy avlodingizga jonim sadaqa. Voy urug'ingizga o'zim urug'im. Voy otajonim. Millionerga qo'lingni tekiza ko'rma, yalangoyoq. Otajonisi. O'sha chet eldagi qarindoshingizni hech gapirmagandingiz. Qaysi qarindoshingizdan meros qoldi? Qaysi qarindoshisanmi? Sani nima qilgan bor? Voy. Qo'lingga hammaga Bo'l. Shuni bo'lsa, voy, men odam, voy, ahvolni qara, voy, davollarni qara. Voy, men, xotin, gap bunda xotin. Xo'sh. Meros qo'lga tekkash $1 million. Mana bu imoratni taktiga bilan, fundamenti bilan otashayman. O'rniga 2 qavatli yo'q, 3 qavatli imorat quraman. Patvali bilan, patvali ham 2 qavat bo'ladi. Bitta qavati garaj bo'ladi. Bunker. Xonalarni rassomlik ishlari bilan bezayman. Haligi mehmonxonaga o'rmonnimi, dengizni, peyzajni tuziladi, peyzaj. Boshqa xonalarga ham har xil naqshli gullar, ornamentlar, tovus qushlarning suratlari chiziladi. Spalnaga, oromxonaga ketvorgan jononni yalang'och holda ichki ko'ylakda tushgan ajoyib portret chiziladi. Oromxonaga baquvvat kelishgan erkakni suratini chizamiz. Erkak. Bunda xotin. Imorat tomini hammasini oq tunkadan qilaman. Ko'cha devorlarini bir-birini kroshka qilaman. Yaxshi. Yo'q. Ko'cha devorlarini baland qilib, sof marmardan ko'taraman. Sof marmardan. Yo'qqa. Yozlik oshxona, yozlik hojatxona quraman. Hovli o'rtasiga basseyn quraman. Basseynning o'rtasida dingirini ushlab turgan o'g'il bolani haykalini o'rnatiladi. Haykalini o'rnataman. Hovlini bir tomoniga sauna quraman. Saunaning ichida barxona, dushxona, vannaxona, u yerga ham bitta hojatxona quraman. Otajonisi, hamma yoqni hojat
Hozir bu modadan qolgan. Hozir modada bassenga kobra ilonni qo'yib qo'yishadi-da, og'zidan suv oqizib qo'yishadi. Ha, Fantan. Fantan. Kobrani og'zidan. Og'zidan. Hayır. Ha, Gap yo'q. Lekin bu bo'lmaydi. Bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Kobrani qo'y. Bitta uyiga bitta kobra yetadi. Gapim bor. Ha! Xotin! Ana uyga tennis korti va yana bitta hojatxona quraman. Qobil ekan uylari. Qobil ekan uylari. Qobil shabbimga, qobil turshakka 5-6 ming ko'kidan beraman. Haliyam hozir bu uyi xonadoni butun mahallani ko'rkini buzib turibdi. 5-6 ming yo 8-9 ming ko'kidan bersam, turishroq joyga ko'chib ketadi. Ey, adajonisi. Shu qo'shqavat imorat qurish shartmikin? Qo'shqavat imorat davlatning idorasiga o'xshagan bepayz bo'ladi. Undan keyin ozmuncha pul ketadi bunga adajonisi. To'miya! Axir bizga tegadigan merosga bunaqa imoratlarni 20 tasini qurib tashlasa bo'ladi-ya. $1,000,000. Millionerim! Millionerim! Bilasizmi, hozirgi boylar nima qilishadi? Bilasizmi? Xotinlarga ajoyib kiyim-kechaklar olib berishadi. Undan keyin oyoqlarga baland poshla tuflilar olib berishadi. Undan keyin taqinchoqlar olib berishadi. Kuchuvlarga, mushuvlargacha brilliant tillalar taqishadi. Undan keyin kechki tomon, kechki salqin, restoran. Lalalay jonim, lalalay jonim, lalalay jon, laylay jon. O, lalalayjon. Bu bilan nima demoqchilar? Bu bilan meros hammasiga brilliant olamiz demoqchiman. $1,000,000 mi? Mana! Voy, Dunyoda xotin kishidan ahmoq odam bo'lmasa kerak. Ya turadigan joying kulba bo'lsa-yu, ko'chada brillantlarni taqib, lalalay qilib ko'z turasan, yo'q, bo'lmaydi. erkak kishini oldidan orqasi keng deyishadi. Hamma boyliklarga, hamma merosga brilliant oladi. Yo'q,